16 yoshda edim. Bir tong dadam bizdan 30 chaqirim uzoqlikdagi qishloqqa o'rtoqnikiga olib borib qo'yishimni so'radi. Mashina haydashni endi o'rganganim uchun fursatni boy bermay bajonidil rozi bo'ldim. Dadamni manzilga tashlab qaytayotganimda mashinani ta'mirlatib 2 soatdan keyin kel deb tayinladilar. Ulovni tanish ustida qoldirdim. Vaqtni qanday o'tkazishni bilmay nihoyat kinoxonaga yo'l oldim. Qiziqib ketib, ketma-ket kino ko'raveribman. Tashqariga chiqqanimda dadam aytgan vaqtdan 2 soat o'tib ketgan edi. Kechikkanim uchun dadamning jahli chiqishi aniq, qaytib mashinani mindirmasligi ham mumkin. Bordim. Kech qolganim uchun uzr so'rab, ustaxonada ta'mir ishi cho'zilib ketganini aytdim. Dadamning o'sha ondagi nigohini aslo unuta olmayman. Menga qo'rqmay yolg'on gapiryapsan-a? Kuta oxiri ustaxonaga telefon qildim. Usta mashina allaqachon tayyor bo'lganini, biroq sen kelmaganingni aytdi. Uyalib ketdim. Noiloj to'g'risini gapirdim. Sendan emas, o'zimdan xafaman, dedi dadam. Biroz jimlikdan keyin, agar shuncha yildan keyin menga yolg'on gapira olayotgan ekansan, demak yaxshi ota bo'la olmabman. Dadasini aldashga qodir bola ulg'aytiribman. Uyga piyoda ketaman. Yo'l bo'yi qayerda xato qilganimni o'ylab boraman. Shunday deya dadam chang yo'ldan boshini egib keta boshladi. Men esa yonginasida mashinani sekin haydab, yalinib kechirim so'rab borardim. Biroq dadam eshitmayotgandek ketaverdi. 30 chaqirimni shu ahvolda bosib o'tdik. Dadamning ham jismonan, ham ruhan qiynalishiga guvoh va sababchi bo'lganim hayotimdagi eng iztirobli onlar edi. Umrimdagi eng katta dars ham shu bo'ldi. O'shandan keyin biror marta ham yolg'on gapirmaslikka o'zimga o'zim so'z berdim.